Oxirgi kunlarda Telegram va Instagramda ayrim blogerlar, ayrim qo'shtirnoq ichidagi treyderlar mana shu mavzuda qattiq hayp qilib yuribdi. Ular davlat tradingni taqiqladi, Markaziy bank barcha brokerlarni blok qildi. Endi Visa, Uzcard, Humo orqali pul kiritib ham, chiqarib ham bo'lmaydi degan gaplarni tarqatyapti. Bu gaplarni eshitgan odamning vahimaga tushishi aniq. Panika qilib, nima qilishni bilmay shoshilib qolishi ham mumkin. Endi pulim yo'qolib ketadimi deb o'ylaydi. Lekin haqiqat shundaki, bunaqangi vaziyatda birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish bu hayp emas. Birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish axborotni tekshirish, rasmiy manbalarga tayanish va odamlarga yechim berish. Men bunaqangi qo'rqitishlarni to'g'ri deb hisoblamayman. Chunki xalqni vohima orqali like yig'ish, prosmotr yig'ish bu mas'uliyatsizlik. Biznes ham, moliya ham, trading ham birinchi navbatda ishonchga quriladi. Agar siz jamoatchilik oldida gapirib turgan bo'lsangiz, siz odamlarni ruhiy holatiga ham javobgarsiz. Bundan to'g'ri foydalanish zarur. Shunday vaziyatda insonlar bir-birini qo'rqitish emas, aksincha birlashishi kerak. Kimdir sening pullaring ketdi deb baqirmasligi kerak. Kimdir hamma narsa tugadi deb chiqish qilavermasligi kerak. Aql bilan harakat qilish kerak. Rasmiy axborotni ko'rsatish kerak va eng muhimi yechim qidirish kerak. Men aynan mana shu yo'lni tanladim. Hype, sensatsiya, odamlarni qo'rqitishni emas, avvalo vaziyatni tushunishga harakat qildim. Manbalarni tekshirdim va treyderlarga amaliy yo'l yo'riq tayyorladim. Shuning uchun ham men tayyor yechimni video qilib tushirib, o'z Telegram kanalimda qadamma-qadam chiqarib qo'ydim. Odamlar panikaga tushmasin, har kim nima qilishni bilsin, vaziyatni to'g'ri boshqarsin deb. Agar siz ham shu mavzuda turli gap so'zlarni ko'rib asabiylashgan bo'lsangiz, hozir bir narsani esda tuting. Emotsiya bu yomon maslahatchi. Tinchlaning. Bugun men vaziyatni oqilona tushuntiraman. Keyin esa yechimni qadamma-qadam aytib beraman. Endi ikkinchi muhim nuqtaga o'tamiz. Bu holat faqat brokerlar bilan cheklanib qolmagan. Ya'ni odamlar odatda qaysi brokerlarni bilishsa, o'sha brokerlar bilan bog'liq deb o'ylaydi. Lekin amalda ta'sir doirasi kengroq. Birinchidan, bu o'zgarishlar fond bozori bilan ishlaydigan xorijiy brokerlarga ham tegib turibdi. Misol uchun, Amerika aksiyalari bilan ishlaydigan platformalar va xalqaro brokerlar. Odamlar mana shu yerda ham shunga o'xshash qiyinchiliklarni seza boshladi. Oddiy kirdim, chiqdim, to'lov qildim degan format endi hammada ham bir xil ishlamay qola boshladi. Rasmiy pul kiritish yoki rasmiy pul chiqarishda qo'shimcha savollar, qo'shimcha tekshiruvlar, ba'zi moliyaviy operatsiyalarda esa vaqtinchalik cheklovlar paydo bo'lyapti. Ikkinchidan, bu holat ba'zi bir onlayn prop kompaniyalarga ham ta'sir qilyapti. Ya'ni onlayn prop formatda savdo qiladiganlar, payout oladiganlar yoki hisob ochib, keyin to'lovlar bilan ishlaydiganlar ham mana shu fonni sezyapti. Chunki gap birgina broker haqida emas, gap umuman moliyaviy kanallar, bank filtrlari va compliance talablari haqida ketyapti. Uchinchidan, ayrim odamlar shuni ham seza boshladi. Ba'zi xorijiy onlayn platformalarga valyutada pul yuborish yoki u yerdan valyutada pul chiqarish ham avvalgidek oson bo'lmay qoldi. Masala shundaki, xorijga chiqadigan operatsiyalar bo'yicha banklar ko'proq ma'lumot so'raydi, ko'proq tekshiradi. Ayrim tranzaksiyalarni esa qo'shimcha tasdiqsiz o'tkazmasligi ham mumkin. To'rtinchidan, bu bitta bankning muammosi emas. Bir necha banklarda shunga o'xshash qattiqlashish kayfiyati sezilyapti. Nomlarini aytmaymiz, chunki bu yerda gap kimnidir ayblash emas. Bu umumiy trend. Banklar xavfsizlik va compliance talablarini qat'iylashtiryapti. Ayrim moliyaviy kanallarni qayta sozilayapti va shuning uchun ba'zi operatsiyalar sekinlashishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin va bu normal holat. Bu yerda odamlar tushunib olishi kerak bo'lgan asosiy fikr mavjud. Davlat tradingni taqiqladi degan gaplar bu xato yoki biror mantig'i yo'q infolutbozning haypi xolos. Real jarayon boshqacha. Moliyaviy nazorat, xavfsizlik, compliance va xorijga chiqadigan operatsiyalar bo'yicha talablar kuchayyapti.
Natijada ayrim to'lov yo'llari avvalgidek ishlamayapti yoki ko'proq tekshiruvdan o'tyapti. Endi uchinchi eng muhim qism Lexus'da turgan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankini boshqaruvining 2536 sonli qarori haqida. Bu qaror yangi emas, u 2013-yildan beri mavjud, lekin ba'zan qonun yoki tartib o'zi o'zgarmagan bo'lsa ham, uning ijrosi, ya'ni nazorat darajasi kuchayishi mumkin. Hozir ko'pchilik aynan shuni sezyapti. Bu qarorning asosiy ma'nosi shundaki, u kapital harakati bilan bog'liq ayrim valyuta operatsiyalarini tartibga soladi. Ya'ni gap oddiy kundalik xarid yoki oddiy mayda to'lov haqida emas. Gap xorijga valyuta chiqishiga olib keladigan investitsiya yoki moliyaviy majburiyat xarakteriga yaqin operatsiyalar haqida gap ketyapti. Hujjatda kapital harakatiga kirishi mumkin bo'lgan bir qator operatsiyalar sanab o'tilgan. Misol uchun, xorijdagi korxonalar ustav kapitalida ishtirok etish, xorijda filial ochish va uni aylanma mablag' bilan to'ldirish, kredit berish yoki kredit olish bilan bog'liq operatsiyalar, xorijda ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar, xorijda hisob varaq, omonatlarga mablag' joylashtirish kabi holatlar. Ya'ni bu kategoriyalar umumiy ma'noda katta moliyaviy harakatga yaqin bo'lgan operatsiyalar sifatida qaraladi. Shu sabab banklar va compliance xizmatlari ba'zi tranzaksiyalar bo'yicha qo'shimcha savol berishga haqli bo'ladi. Ular maqsad nima, mablag' manbasi qanday, bu to'lov qaysi turga kiradi degan savollarni berishi mumkin. Buning maqsadi har qanday valyuta chiqishini tizimli nazorat qilish, noto'g'ri yoki kulrang sxema orqali chiqarishlarni kamaytirish va barcha operatsiyalar belgilangan tartibda o'tishiga erishish. Men bu yerda bir narsani alohida aytaman. Bu hujjatni ko'rsatib hamma narsa taqiqlandi deyish to'g'ri emas. Bu hujjat o'z-o'zidan tradingni taqiqlamaydi. U faqat ayrim operatsiya turlarini kapital harakati nuqtai nazaridan tartibga soladi va bankka qo'shimcha tekshiruv mexanizmini beradi. Nima uchun? Hozir bu mavzu ko'proq sezilyapti. Chunki banklar xavfsizlik va compliance talablarini qayta sozlayapti. Shu bilan birga yashirin iqtisodiyotga qarshi chora-tadbirlar ham olib borilmoqda. Misol uchun, masofaviy identifikatsiya, P2P shaffofligi, P2P to'lovlar, xorijga chiqadigan to'lovlar va valyuta harakati. Bularning barchasi bir vaqtda qattiqlashganda amaliyotda operatsiya tez o'tmay qoldi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushdi degan holatlar ko'payishi mumkin. Shuning uchun bu vaziyatni to'g'ri talqin qilish kerak. Bu sensatsiya emas, bu tizimli nazorat va compliance sikli. Bu yerda eng to'g'ri yo'l rasmiy manbalarga tayanish. Bank so'rasa kerakli ma'lumotlarni to'g'ri berish va albatta shoshilmaslik. Ana endi eng muhim qismiga keldik. Nima qilish kerak? Bu vaziyatda eng katta xatolik panika. Panikada odamlar noto'g'ri qaror qabul qiladi. Shoshilib pul yuborishga urinadi, har xil aylanma yo'llarga ishonadi, shubhali shaxslarga pul beradi yoki haybga ergashib o'zini ham, boshqalarni ham qiynab qo'yadi. Birinchi qadam rasmiy kanalga tayanish. Agar siz broker bilan ishlasangiz, avvalo brokeringizning rasmiy qo'llab-quvvatlash xizmati, rasmiy to'lov yo'llari va rasmiy yo'riqnomalarga qarang. Har qanday menda to'g'ridan-to'g'ri odam bor, hozir hal qilib beraman degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Chunki bu mavzu atrofida firibgarlar ham chiqadi. Ikkinchi qadam bank tarafdan so'ralayotgan verifikatsiya va ma'lumotlarni to'g'ri to'ldirish. Agar bank ilovasi qo'shimcha tasdiq so'rasa, bu to'lovni maqsadi nima deb so'rasa yoki limitlar bo'yicha ogohlantirsa, buni oddiy compliance jarayoni deb qabul qiling. Bankka qarshi chiqib janjal qilish emas, to'g'ri ma'lumot berish muhim. Bu sizning operatsiyangizni tezroq va toza o'tkazadi. Uchinchi qadam kanallarni diversifikatsiya qilish. Bitta bank, bitta karta, bitta yo'lga bog'lanib qolmang. Bugun bir bankda sekinlashsa, boshqasida normal ishlashi mumkin. Bugun bir karta bo'yicha cheklov bo'lsa, boshqa karta bo'yicha o'tishi mumkin. Buni men umumiy prinsip sifatida aytaman. Moliyada hamma vaqt plan B bo'lishi kerak. To'rtinchi qadam vaqt faktorini to'g'ri qabul qilish. Ba'zi hollarda bu texnik qayta sozlash bo'ladi va vaqt o'tishi bilan normallashadi. Agar banklar ichki filtrlarini qayta o'rnatsa, birinchi kunlarda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma narsa tugadi deb xulosa qilishga shoshilmang. Beshinchi qadam bu to'g'ri axborot muhiti. Agar siz mijoz bo'lsangiz, har bir xabarga ishonib ketmang. Agar siz trader bo'lsangiz, har bir sensatsiyaga reaksiya qilmang. Sizga kerak bo'lgani aniq va amaliy yo'l yo'riq. Men aynan shuning uchun bu mavzu bo'yicha tayyor yechim chiqardim. Men o'z Telegram kanalimda video yozdim va u yerda qadamma-qadam qilib tushuntirdim.
Depozit qilishda qanday variantlar bor, pul chiqarishda qanaqangi variantlar bor, qaysi holatda nima narsa qilish kerak, nimaga ishonish kerak va nimadan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni men hayp qilmadim, men odamlarni qo'rqitmadim, men yechim berdim. Shuning uchun sizdan bir iltimos. Agar sizda shu mavzuda savol bo'lsa yoki siz ham tushunmay qolgan bo'lsangiz, mening Telegram kanalimga o'ting. U yerdagi videoni ko'ring. Hamma narsa strukturali, sokin va amaliy qilib berilgan. Panika emas, reja kerak. Qo'rquv emas, tushunish kerak. Hayp emas, yechim kerak. Bugun men sizlarga bitta haqiqatni aytaman. Qiyin paytda ikki xil odam bo'ladi. Birinchi toifa olov chiqsa uni benzin bilan kuchaytiradiganlar. Ikkinchi toifa olov chiqsa suv topib o'chirishga harakat qiladiganlar. Bizga bugun hayp kerak emas. Bizga bugun pozitsiya kerak. Bizga bugun aql kerak. Bizga bugun jamoa kerak. Qiyin vaziyatda kimdir qo'rqitsa, siz unga ishonmang. Qiyin vaziyatda kimdir hamma narsa yomon desa, siz shoshilmang. Qiyin vaziyatda sizga kerak bo'lgan narsa bu yechim, real yechim, amaliy yechim. Shuning uchun men sizga hozir shunday deyman. Agar siz trader bo'lsangiz, agar siz moliya bilan shug'ullansangiz, agar siz umuman pul aylanmasi bilan ishlasangiz, hissiyotni emas, bilimga tayaning. Aqlni tanlang. Hissiyotni emas, bilimga tayangan aqlni tanlang. Haytni emas, strategiyani tanlang. Tezkor emotsiyani emas, to'g'ri qarorni tanlang. Mening Telegram kanalimda tayyor videoim bor. U yerda men qadamma-qadam qilib barchasini tushuntirganman. Bu vaziyatda nima narsa qilish kerak? Qanday yo'llar bor? Qanday qilib panika qilmasdan to'g'ri harakat qilish mumkin? Agar sizga haqiqiy yo'l-yo'riq kerak bo'lsa, o'sha videoni ko'ring. Havola kommentariya va video opisaniya qismida. Doim oqilona o'ylang, manbani tekshiring va yechim bilan yuring. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha.